kam ta'minlangan aholi yoki kam ta'minlangan qashshoq davlatlarda diabet, onkologiya yo'q. Chunki ular ortiqcha mahsulot, zararli mahsulot iste'mol qilishmaydi. Hamma qandli diabet paydo bo'lishiga, semizlik paydo bo'lishiga, onkologik holatlar paydo bo'lishiga yaxshi hayot sababchi bo'lib qolyapti. Oldin yetishmovchilik bo'lgan, ortiqcha ovqat bo'lmagan, qashshoqlik, urush paytida diabet bo'lmagan. Diabet paydo bo'lishiga o'ta ko'p ovqat yeyilishi, mahsulotlar juda ham ko'pligi, mahsulotlar ichida uglevod ko'pligi sabab bo'lyapti va kimik moddalar qo'shilyapti. Ortiqcha miqdorda yog'ni eritib olishga mo'ljallanmagan. Organizmimiz yaratilganda hamma narsani zapas qilib olib qolishga, ya'ni zaxira qilishga mo'ljallangan. Lekin hozirgi to'la to'kis hayotimizda yordam berishimiz mumkin bo'lgan narsa yeyotgan narsamizni kamaytirish. Agarda yeyotgan narsamiz kamroq bo'lsa, zapas qilish uchun mahsulot kamroq bo'ladi va semizlik kam bo'ladi. Semizlik kam degani demak, onkologik kasal kam, diabet kam, o'smalar paydo bo'lishi kam, arterial davleniya kam va ortiqcha kasalliklar kam degani.